Qariyb 90% erkaklar o'zidagi tez bo'shanish muammosini noto'g'ri davolashadi. Xo'sh, bu nima degani? Hozir juda ham ko'p internetda sehrli dorilar juda ham ko'payib ketdi. Mana buni ichsang juda ham uzoq aloqa qilasan. Palonchini asali, chumolini nimasidir degan har xil dorilar tarqab ketdi. Lekin hech kim uning asoratiga garantiya bermayapti va siz ichganingizda bu qanday asorat berishi mumkinligi haqida hech kim sizga ma'lumotni bermayapti va o'z bo'yniga uning asoratlarini olayotganligi yo'q, chunki ularning dorilari hech qaysi sertifikati yo'q. Xo'sh, tez bo'shanishni qanday davolash kerak? Birinchi o'rinda uning turini, sababini topishga to'g'ri keladi. Xo'sh, tez bo'shanish qanday turlari bor? Birinchisi psixologik, ikkinchisi surunkali yallig'lanish kasalliklari doimiy va uchinchisi bu olat boshchasining sezuvchanligi sababli kelib chiqadigan tez bo'shanish. Birinchisi bu psixologik, ko'pincha birinchi aloqaning omadsiz kechganligi sababli kimdir hayajondan kuchli bo'lgandan tez bo'shanib qo'yadi va unda Stonson sindromi paydo bo'ladi. Ya'ni aloqaning omadsiz bo'lishidan qo'rqish, ya'ni aloqadan oldin bu aloqa yana omadsiz bo'ladi degan sindrom. Mana shu orqali o'zini psixologik tayyorlab qo'yadi va men yana hozir tez bo'shanaman degan signallar bilan tez bo'shanib qo'yadi. Ikkinchisi bu surunkali, ayniqsa prostata bezining surunkali yallig'lanish kasalligi. Prostata bezida surunkali yallig'lanish kasalligi bo'lsa, uning qon aylanishi buziladi, uning gormonal funksiyalari buziladi va buning natijasida sizda tez bo'shanish sodir bo'lishi mumkin. Va oxirgisi bu olat boshchasining sezuvchanligining yuqori bo'lishi. Bunda sizga na Viagra podobnilar, Viagralar aloqa vaqtini uzaytiruvchi o'sha aytgan asali yoki o'sha chumoli dorisi, boshqa narsasi hech qaysi yordam bermaydi. Siz nima ichmang, siz faqat tez bo'shanaverasiz. Bir necha soniyada bo'shanadi. Bir nechta freksiyalar, 5, 10, 15 ta freksiya, ya'ni kirib chiqishida bo'shanaverasiz. Bunga sizga faqat yordam berishi mumkin bo'lgan narsa bu lidokain spreylar yoki tarkibida lidokain saqlovchi gellar va spreylar bo'lishi mumkin yoki himoya vositalari, ya'ni prezervativda aloqa qilsangiz ham aloqa vaqti sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Xo'sh, buning yechimi nimada? Bularning yechimi nimada? Birinchisi psixologik turiga psixoseksolog, androlog bilan birga yechim qilinadi. Ikkinchisi sizda surunkali yallig'lanish asorati aynan urolog sizga yordam beradi. Va uchinchisi bunda qanday yo'l? Bunda urologga murojaat qilishingiz kerak. Bunda qanaqa yechim qilinadi? Birinchi usuli bu olat boshchasiga filler ukol qilish orqali, ya'ni gialuron kislota yuboriladi va olat boshchasi sezuvchanligi pasaytiriladi, lekin bu vaqtincha davo hisoblanadi. Keyingisi selektiv denervatsiya, ya'ni olat boshchasiga boruvchi nervlarning qisman yo'li to'siladi va buning natijasida sezuvchanlik sezilarli darajada pasayadi. Va umrbodga siz tez bo'shanish muammosidan xalos bo'lasiz. Biz bunday amaliyotlarni juda ham ko'p o'tkazib boramiz va agar sizda tez bo'shanishning qanaqadir turi bo'lsa va bunga e'tibor bergan bo'lsangiz yoki siz shunchaki o'zingizda tez bo'shanishning turini aniqlamoqchi bo'lsangiz yoki davolamoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Har qanday turiga biz bilan yechim bor.